Muruntov koni namoyish etadi. Mexaniklar kon sanoatining yuragi va harakatdagi kuchidir. Mexanika bu temirga jon, harakatga esa ma'no beradigan san'atdir. Binazarov Ravshan Rahimovich Muruntov konida ko'p yillik tajribasi, mehnatga bo'lgan sadoqati va yuksak mas'uliyati bilan jamoada alohida hurmat qozongan insonlardan biridir. Navoiy davlat konchilik institutini tamomlagach, 1998-yili mehnat faoliyatini Muruntov konida boshlagan. Ilk faoliyatini kon jihozlarini ta'mirlash sexida navbatchi chilangar sifatida boshlab, 2006-yilga qadar usta mexanik, katta usta mexanik hamda kon jihozlarini ta'mirlash va montaj qilish uchastkasi boshlig'i o'rinbosari lavozimlarida samarali mehnat qilgan. 2006-2011-yillar davomida ishlab chiqarish texnik bo'limi boshlig'i sifatida faoliyat yuritib, ish jarayonlarining samaradorligini oshirishga munosib hissa qo'shgan. 2011-yildan kon jihozlarini ta'mirlash sexida bosh muhandis lavozimida ishlab, o'zining bilim va tajribasini yanada namoyon etdi. Keyingi yillarda Muruntov koni bosh mexanik byurosi bosh mexaniki sifatida samarali mehnat qilib kelmoqda. Haqiqiy mexanik temirga emas, butun bir ish jarayoniga hayot bag'ishlaydigan insondir. O'zbekiston Respublikasi kon metallurgiya sanoatini rivojlantirish va jahon standartlariga javob beradigan mahsulotlar ishlab chiqarilishiga qo'shgan hissasi hamda O'zbekiston Respublikasi konchilik va metallurgiya xodimlari kuni munosabati bilan quyidagilar taqdirlanadi. Birinchi darajali konchilik shuhrat ko'krak nishoni bilan Binazarov Ravshan Rahimovich, Markaziy kon boshqarmasi Muruntov koni bosh mexaniki.